Assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda biz qanday qilib Telegram yulduzlarini boshqa profilga tashlashni ko'rib o'tamiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video yoqsa like tugmasini bosib qo'ying. Ketdik. Telegram kanalimizda Telegram yulduz va Telegram premiumlar uchun bepul konkurslar o'tkazilmoqda. O'tib ishtirok etishingiz mumkin. Bundan tashqari barcha yangiliklar, yangi videolarni hammasini Telegram kanalimizga joylab boramiz. Kimga ishonchli va arzon Telegram starslar kerak bo'lsa, arzon narxlarda va ishonchli tarzda tashlab beramiz. Buning uchun Telegram kanalimiz shapkasidagi profilga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, balansimizdagi yulduzlarni ko'rib olamiz. Bizning balansimizda 825 ta yulduz mavjud. Va bularni qanday qilib do'stlarimizga yoki yaqinlarimizga yoki biror kishiga yoki sotganimizda birorta odamga qanday qilib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Mana shuni ko'rsatib o'taman. Demak, mana yulduzlarim bo'limiga kirib ko'rsataman. Mana balansingizda yulduz bo'lishi kerak va bu yerdan tashlab bo'lmaydi. Tashlasa bo'ladi. Mana bu bo'lim orqali, lekin bunda mana o'zimni profilimga tashlashni bossam, albatta yulduzlar narxlarga qarab ko'rsatib beriladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shu narxlarda pulga sotib olib tashlashimiz mumkin, lekin balansimizdagi yulduzdan ketmaydi. Endi yana sozlamalar bo'limiga qaytib olamiz. Bu yerda Telegram premium, yulduzlarim, xullas Telegram biznes va hadya yuborish turibdi mana. Mana bu yerda hadya yuborish. Mana shuni ustiga bosamiz. Ustiga bosamiz. Biz yulduz yubormoqchi bo'lgan insonni tanlaymiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda bizning balansimizda yulduz ko'rinib turibdi va bizga hadyalar 15 talik, 25 talik, 100 talik va hokazo hadyalar turibdi mana. Bundan tashqari bu yerda mana qimmat hadyalar ham bor. Xo'p, endi bu yerdan xohlaganingizni tanlaysiz. Masalan 15 ta yulduz yuborib ko'rsataman. Xohlagan hadya yoki mana bu birinchisi yoki ikkinchisini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, yuborish uchun mana shu ustiga bosamiz, tugmasini bosamiz. Xuddi shu narsa ochiladi. Bu yerga xabar kiritishingiz mumkin bo'ladi. Mana ismni berkitishni bossangiz, kim tarafidan yuborilgani ko'rinmaydi. Agar ochiq tursa, siz yuborganingiz ko'rinib turadi. Ya'ni hozir yuborayotgan insonimni profilda paydo bo'ladi bu hadya va mana shu profilda kim tomonidan yuborilgani chiqib turadi. Shuning uchun ko'p hollarda ko'pchilik ismni berkitishni talab qiladi. Mana buni ustiga bosib qo'ysak, 15 ta evaziga yuborishni bossak, mana yuborildi. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin, biz kiritgan xabarimiz mana bu yerda paydo bo'ladi. Endi buni qanday qilib mana ko'rsak, mana yuborilgani va xabar narxi, hadya narxi chiqib turadi. Endi mana bizga yetib keldi. Kelganda ko'rish tugmasini ustiga bosamiz. Mana pastda turibdi. Mana shu tugmaga bosamiz. Bosganimizda buni bizga hadya sifatida kelgan. Ya'ni profilimizda hadya sifatida turibdi. Xuddi mana shu kabi hadya sifatida ko'rinadi. Buni ustiga bir marta bosganimizda kim tarafidan yuborilish mana bizda anonim turibdi. Hammasi mana ba'zilar mana o'chirilgan hisob turibdi. Xuddi shu joyda ko'rinadi. Anonim ko'rinishining sababi biz ismni berkitishni bosganimizda mana shu turadi. Bu yerda yulduzlar balansga tushmaydi. Buni 3 kun ichida, ya'ni 72 soat ichida yulduzga aylantirib olmasak, hadya sifatida qolib ketadi bizda. Ko'rish tugmasini ustiga bosganimizda mana bu yerda sell for stars deyapti. Ya'ni 13 ta starsni balansimizga tushirib olishimiz mumkin. Chunki hadya yuborayotgan 15 ta starsga olinadi va Telegramni hadyani almashtirayotganimiz uchun o'ziga komissiya oladi. Shuning uchun 13 ta stars beradi. 2 ta starsni Telegramni o'zi olib qoladi va shuning uchun biz 13 ta starsga almashtiramiz. Mana ustiga bosamiz mana shu tugmani va aylantirish tugmasiga bosamiz. Bosganimizda mana bizga 22 taga o'zgarib qoldi. Va mana bu yerda bizga qancha Telegram stars qo'shilgani, kim yuborgani, o'girgani, xullas hamma ma'lumot chiqib turadi. Soat nechida, qaysi kuni.
Xuddi shu tarzda Telegram statusida boshqaning profiliga yuborishimiz mumkin bo'ladi. Demak, savollar bo'lsa kommentariyada qoldiringlar, qo'limizdan kelgancha javob beramiz. Xizmatlar bo'lsa Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi videomiz mana shundan iborat edi. Albatta video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'ying, ko'pchilik ko'rib foydalanishligi uchun va kanalimizga yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.